Assalomu alaykum barchaga. Biz mana Moybuloq bozori orqa tomondamiz. Moybuloq bozor. O'sha Moybuloq bilan Andorni bog'lovchi yo'l. Bu tadbirkorlarimiz shuni so'rayaptilar. Mana bu soyda yo'li. Mana shuncha moshin o'sha soydacha turibdi. Hamma biladi, bu yaqinda ham o'sha shu payshanba kunlar soyda suv kelib qolib juda xavf tug'diradi. Yozgi kuni bo'lishiga qaramasdan bir necha marta bu soydan suvlar kelgan. Agar xudo ko'rmasin bu suv kelib qolganda bu mashinalarni deyarli barchasi ziyon yetkazadi. Bular shuni so'rayapti. Mana shu bozorning orqa hududida mana shu joy bor ekan. Mana shu joyda avtoturargoh qilish uchun, ya'ni mana shunday mashinalarni turish uchun tadbirkorlar iltimos qilyapti. Tumanimiz hokimi, boshqa mutasaddilardan, rahbarlardan agar imkon darajasida shuni avtoturargoh sifatida bir ajratib berishlarini so'rayaptilar. Buni surib agar tekislab avtoturargoh, ya'ni shu har payshanba kuni bozor bo'lganda mashinalarni shu yerda qo'yish uchun. Chunki bularning aytayotgan gaplariga qaraganda mana shu nolojiydan yo'l ustiga mashinalar qolib ketyapti. Keyin o'sha yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan o'sha chora ko'rilayotganligi, o'shalar bo'yicha har qanday jarimalarni oldini olish, qoidabuzarliklarni oldini olish bo'yicha shu orqaga joy ajratib bersalar yaxshi bo'lardi degan maqsadda iltimos qilyaptilar. Mana bu hammasi qoidacha. Haqiqatan ham ancha xavfli hisoblanadi agar soydan suv kelib qolganda. Mana soy suv keladigan yo'l. Yo'l mana soyda to'g'risi. Shuncha mashina. Ularni eng katta xavfsiragan tomoni ham shu. Agar soydan suv kelib qolsa, shuncha mashina xavf ostida qoladi. Katta Qo'rg'ondan kelamiz Banshka Moybuloq bozoriga. Mana shu hoji bobomiz shunchalik yaxshi odam. Bizga mana shu joylarni yaxshi mashinalarni qo'yinglar deb aytuvdilar. Hammamiz bilamiz shuni. Qo'yaysiz, faqat shuni chig'iylar bo'lyapti. Qayerga qo'yishni bilmaymiz, boshimiz qotib qolgan. Tuman hokimidan so'raymiz, iltimos. Bizning joyimizni shu yerda qoldirishni so'raymiz. Soyga qo'ysak suv. Soyga qo'ysa suv keldi, o kuni qanday suv keldi, bajarolmay qoldik. Qayerga qo'ydik? Yo'lga qo'ysak, gaydan qo'rqyapmiz, sirab kelyapti. Bir so'm topishimiz bo'lmaydi, o'zlar bilasizlar. Iltimos shuni muammosini yechishlarini so'raymiz shuni. Hammamiz Stenkaga shu stenka qilishga amaliy yordam bersangiz so'raymiz hokim bor. Qondan kelib savdo qilamizda, shu yerda savdo qilganimizda, men tadbirkormiz. O'zimizda mashinalarni yo'lda chetiga qo'yganimiz sababli pislar kelyapti, gaylar kelyapti. Mashinalar rasmga tushib jarima kelyapti-da, aslida qo'yish mumkin. Mana shu joyda bor-ku, bizlardan kimdir olmoqchimi? Bu yerga qo'ydirmay qo'ydi. Bu yerdan chiqaryapti mashinalarni. Endi bu anavda bir iltimos shu yerda bizlarga stenka qilib berishlarini so'raymiz. Ajratib berishdi. Tuman hokimidan so'raymiz ham shuni. Bozor orqasi bo'lsa hech kimga biz yonimiz tegmasa, joyimiz yaxshi edi. Hamma o'zining joylari bor edi. Buni qo'yib ketaydik-da. Hozir yo'l ustiga qo'yib ketyapmiz. Muammo tug'diryapti bizga mana shu narsalarda. Ana shuni bir iltimos qilib bir chorasini ko'rib bersangiz deb chiqdik ana shunaqa iltimos bilan endi raislarning o'rniga.